Chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari uchun muhim yangilik. 2025-yil 1-apreldan 2028-yil 1-yanvarga qadar chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari har oyning 25-sanasiga qadar davlat byudjetiga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining 50% ni qaytarib olishlari mumkin. Bundan foydalanish uchun may3soliq.uz portali orqali ariza yuborish zarur. Ariza yuborishda yuridik shaxslarga o'rni qoplanishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarish xizmati tanlanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i qaytarilishi uchun quyidagi talablar qo'yiladi. Soliq davrida o'zida ishlab chiqarilgan yirik va mayda shoxli mol go'shti, suti hamda parranda go'shti va tuxumini realizatsiya qilishdan tushgan umumiy tushum jami tovar aylanmasining 90% dan kam bo'lmasligi, mulk yoki ijara huquqi asosida foydalaniladigan yer uchastkalariga ega bo'lishi, hisobot davrida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha taqdim etilgan soliq hisobotiga muvofiq hisoblangan soliq to'liq to'langan bo'lishi shart. Ariza avtomatlashtirilgan dastur orqali shakllantiriladi va ko'rib chiqiladi. Soliq hisobotini topshirgan tadbirkorlar arizani 3 oydan kechiktirmasdan yuborishlari lozim.